PUBG Mobile o'yini uchun 120 FPS da ishlab bera oladigan telefonlardan biri Infinix GT20 Pro deb nomlanadi. Ushbu telefonning ikkita sim karta podдержка qiladi, email ro'yxatdan o'tgan hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Korobka, dokument, zaryadniklari hammasi o'zi bilan birgalikda garantiyasi bilan beriladi. Qiziq va tez aloqa chiqib qo'yinglar. Ushbu telefonimizning narxi $220 ga berib yuboriladi. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga pochta xizmati bilan yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. 512 GB xotiraga ega, operativkani ham ko'rishingiz mumkin. 12+6 Poco'dan X6 Pro deb nomlangan modelimiz holat o'rtacha holatda, aybi nuqsoni yo'q, alishgan joylari yo'q, remont qilinmagan. Ushbu apparatimiz PUBG'da 120 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Hech narsasi yo'q. Mana shu holatda sotuvga qo'yilgan. Hech pul deb qiziqayotgan bo'lsangiz, $218 ga berib yuboriladi. Ikkita sim karta, email ro'yxatdan o'tgan hech qanday aybi nuqsoni yo'q. PUBG Mobile uchun bemalol 120 FPS da ishlab bera oladi. Budjetli model qidirib yurganlar uchun o'yinga cho'tka ishlab beradigan apparat. Manzilimiz Namangan shahar Tengi 84-do'kon. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, sizlarga yetkazib berish xizmati ham mavjud. Batafsil va qo'shimcha ma'lumotlarni berib yuboramiz. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Honor modellariga qiziqadiganlar uchun Honor 400 va 400 Lite telefonlaridan olib kelib qo'ydik. Holatini ko'rishingiz mumkin. Juda ham ideal, super holatda. Telefonning o'zi hech qancha ishlatilmagan, zavodskiy plyonkalar ham olinmagan. Ushbu telefonimizning narxi $300 ga berib yuboriladi. Xotirasi 12 GB operativka, 256 GB xotira, korobka, dokument, zaryadniklari hamma narsasi mavjud. Va 400 Lite xotirasi 8 ga 256 GB, korobka, dokumentlari bor. Holati buni ham ajoyib holatda saqlangan, hech qanday qirilgan, sarilgan, singan, ilishgan joylari yo'q. Ideal, super holatda. Ushbu telefonlarimizni boshqa viloyatda boradigan bo'lsangiz, pochta qilib chiqarib ham yubora olamiz. Bizning manzil Namangan shahar Texnik 84-do'kon. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tez aloqaga chiqib qo'yinglar. Narxiga keladigan bo'lsa, bu telefonimizni $200 ga berib yuboramiz. 300 va $200 dan kelib tanlab olsangiz bo'ladi. Bizning manzil Namangan shahar Texnik 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.